Ana aziz do'stlar, Cobalt'imizga tuning qildik. Qarang. Xo'sh, ana birinchi narsa, ko'zga tashlangan narsa, ana qarang, ballonga nima ko'rinyapti ana. Bu rezin qo'yilgan. Ana bu rezin qo'yildi. Rezin 45 ming so'm ekan. Ikkita ballonga tushar ekan, yetar ekan. Ana bu yoqqa qo'ydik. Ikkita ballonga yetmadi, yana zakaz qildik. Keladi. Olib kelsa, keyin ichiga kirsak, ana ichiga. Xo'sh, ana bu skoroskli narsa qo'yilgan bunaqa. Yana ana eshik bunday nima qilindi? Koja bittasiga faqat oldicha. Sashib qola xaboz biza nima emas. Ana tarzda ana bu yoqqa bitta nima qo'yiladi, stik bunday chiroyli qilib, bu ham yaxshi bo'ladi hali. Xo'sh, yana keyin rulga mana apishka qilindi. Mana bu 20 mingga, 15 ming tushdi bu. Xo'sh, keyin yana nima qo'yildi? Mana bu eshik shumka bo'ldi. Ikkita eshik, bu tomon eshik shumka bo'ldi, 100 mingga tushdi aka. Xo'sh. Keyin ana bu orqa fara bunaqa taklanga yopishtirilgan. Xrom merevindi, ana qarang. Mana o'zlari baho berasizlar qancha chiqqaniga. Xo'sh, keyin ana bu ustiga bunaqa yonuvchi kechga yonaydigan xromdan qilingan spoiler qo'yildi. Ana hammasini o'zim qo'ydim. Mana bu 150 ming so'm. Bu 20 ming so'm. Ana shu narsa endi o'zlaringiz baho beringlar. Bu yaxshi chiqdimi yo Mers fara yaxshimi? 200 dollarga, 100 dollarga yaxshimi yo bu 20 ming so'mga bu yaxshimi? Yana bizni kuzating, yana tuninglar qilinadi. Yana keyin boshqa video ham qo'yiladi. Hammaga rahmat.